Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvida qadimgi Mitaniya davlati va uni jahon tamadduniga hissasi haqida gaplashamiz. Bilamizki, qadimgi dunyoda ayniqsa davlatlar ko'p bo'lgan, ammo ularning madaniyat uchun, dunyo rivoji uchun, o'sha davrdagi, demak, taraqqiyot uchun qo'shgan hissalari o'laroq alohida e'tibor beriladi va urg'u qaratiladi. Ana shunday urg'u qaratilishga arziydigan, o'rganishga arziydigan qadimiy sivilizatsiya markazlaridan birida paydo bo'lgan Mitaniya davlati bugungi asosiy o'rganish obyektimizdir. Albatta, Mitaniya davlati deyilganda biz ko'proq bugungi Suriya, demak, ko'hna Suriya, Turkiyaning bir qismi hamda Iroqning shimoliy hududlarini tushunamiz. To'g'ri, bugungi kungacha tarixchilar, ayniqsa oliy ta'lim tizimidagi tarixchi olimlar, ilmiy tadqiqot markazidagi olimlar tomonidan ushbu davlatning tashkil topgan davri, bu davlatning ichki va tashqi siyosati haqidagi masalalarda tortishuvlar, bahslar davom etadi. Chunki bu davlatni, demak, tarixi, uni madaniyati haqida ko'pam ma'lumotlar bugungi kungacha yetib kelmaganligi uchun va barmoq bilan sanarliligi uchun ham bahslar davom qilmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, ekraningizda test savollari berib borilyapti. Ko'rsatuv yakuniga yetguniga qadar o'zingizni javoblaringizni belgilab, so'ng to'g'ri javoblarga solishtirib ko'ring. Mitaniya davlati miloddan avvalgi 17-16 asrlarda u Yaqin Sharq mintaqasidagi eng ta'sirli davlatlardan biri sifatida yashadi. Uning markazi Vashukan shahri bo'ldi. Endi qadimiy Mitaniya hududlarida olib borilgan arxeologik qazishlarga ko'ra, miloddan avvalgi, demak, 100 ming yilliklarda, ya'ni o'rta paleolit davrida Mitaniya hududlarida odamlar yashaganligi haqidagi ma'lumotlarga egamiz. Iqlim nuqtai nazaridan ham Mitaniya ob-havosi quyi Mesopotamiyagacha nisbatan boshqacha, ya'ni yozi mo'tadil, qishi esa ancha sovuq hududlar bo'lgan. Bundan tashqari, arxeologlar tomonidan o'rganilgan o'sha quyi zab, yuqori zab hududlarida unumdor daryolar bo'lganligi, Mitaniya xalqi qadimdan o'sha dehqonchilik madaniyatiga ega bo'lgan xalq ekanligi, hunarmandchilik borasida ancha taraqqiy qilgan hudud ekanligi haqida ma'lumotlar bugungi kungacha saqlandi. Endi albatta Mitaniya dunyo uchun nima bergan? Mana masalan Misr deganda ko'z o'ngimizga o'sha piramidalar keladi, yoki qadimgi Mesopotamiya deganda dunyodagi dastlabki mixat yozuvi yoki dastlabki yozilgan qonunlar eslansa, Mitaniyada bu dunyo tarixida birinchilardan bo'lib otchilik, ya'ni ot parvarishiga e'tibor, o'sha mohir chavandozlar tayyorlash borasidagi yuqori malaka hamda otga qo'shilgan aravadan jang sharoitlarida foydalanish madaniyati aynan mitaniyaliklarga xosdir. Tarixiy ma'lumotlarda, manbalarda shunday keladiki, qadimgi mitaniyaliklarning bu san'atidan, ya'ni ot boqish san'ati, madaniyati, ot aravalardan janglarda foydalanish o'sha uslublaridan qo'shni xalqlar, assurlar, xetlar foydalanganligi, ularga ham bu o'tganligi haqida biz ma'lumotlarga egamiz. Bundan tashqari, qadimgi Mitaniya hududlaridagi yashagan xalqlar haqida ham ma'lumotlarni biz manbalar orqali o'rganamiz. Masalan, Mitaniya aholisining asosiy qismi huritlardan tashkil topganligi, keyinchalik ular assurlar, amoriylar va boshqa xalqlar bilan aralashib ketganligi va assimilyatsiya jarayonlari natijasida o'sha mohir jangari, chavandoz Mitaniya xalqlari, demak, shakllanganligini biz ko'ramiz. Albatta, mana bu tasvirlarda ham ko'ryapmizki, bu Mitaniya hududlaridagi o'rganilgan arxeologik shaharlar bugungi kungacha yaxshi saqlandi va bu hududlardagi madaniyatni darajasini ham ko'rsatyapti. Bundan tashqari, albatta, biz e'tirof qilishimiz kerakki, mana shu Mesopotamiyadagi davlatchilik va uning rivojlanishida nimalar ta'sir qildi?
Biz yuqorida aytdik, chorvachilik, hunarmandchilik va savdo sotiqning rivojlanishi Mesopotamiya hududlarida bo'lgan edik. Aynan Mitaniyaga ham o'zining kuchli ta'sirini o'tkazdi. Chunki men alohida urg'u berishim kerak, Mitani o'zining rivojlanishi xususiyatidan, jihatidan kuchli davlatlar, qudratli sivilizatsiyalarning demak qoq markazidaligi bilan ham ahamiyatlidir. Chunki Mesopotamiya demak janubiy sharqda, tepada Xet katta sivilizatsiya, demak g'arbda, janubiy g'arbda Misr sivilizatsiyalari ham aynan Mitaniyaga qo'shni sivilizatsiyalardir. Bir jihatdan bunday qudratli sivilizatsiyalarga qo'shni bo'lib yashash ularning madaniyatidan oziqlanish, rivojlanish imkoniyatini yaratadi va o'z navbatida xavf tug'diradiki, bunday qudratli davlatlar, qudratli madaniyat va san'atga ega xalqlar qo'shni, demak, madaniyati kam, past rivojlangan xalqlarni yutib yuborishi, o'zini tarkibiga singdirib yuborishi mumkin bo'lgan holatlarni ham biz tarixda ko'ramiz. Ammo Mitaniya davlatchiligi o'zining o'sha faol yashagan davri, ya'ni miloddan avvalgi 1560-yildan 1260-yilgacha bo'lgan 300 yillik tarixda hech qaysi madaniyatga qo'shilib ketmadi. Aksincha, u o'zining madaniyati bilan kerak o'rinlarda qabul qildi qo'shni sivilizatsiya yutuqlarini. Kerak o'rinlarda qo'shni mamlakatlarga ta'sir ham o'tkaza olganligini biz ko'ramiz. Bundan tashqari, albatta, Mitaniya hukmdorlari tarixi, men yuqorida kirishda aytdimki, Mitaniya davlatchiligida biroz bahslar davom etyapti degan fikrni aytdim, ammo izlanishlar natijasida Mitaniya hukmdorlarini xronologiyasini ham o'rganishga erishildi. Xususan, davlatchilikni asoschisi sifatida hukmdor Kirta tan olinyapti. Keyinchalik mana Suttarna, Paratarna yoki Tushratti, Shativas kabi buyuk Mitaniya hukmdorlari tarixda juda ko'p o'zining islohotlari yoki muvaffaqiyatli istilochilik yurishlari bilan tarixda qolgan. Endi mana xaritada ko'rsatilganidek, Mitaniya davlati o'zining tarixdagi o'rni va o'sha faoliyati davomida ayrim qo'shni mamlakatlar bilan doimiy raqobatga kirishgan. Xaritada ko'rsatganimizdek, demak, o'sha Xet davlati, demak, pastda Misr davlati, janubda Bobil davlatlari, janubiy sharqiy mintaqada Elam davlatlari bilan ham raqobatga kirisha olganligini biz ko'ramiz. Chunki har doim O'rta Yer dengizining sharqiy hududlari uchun qudratli davlatlar o'rtasida raqobat bo'lgan. Mana shunday raqobat jarayonlarida Mitaniya ham o'zini o'rnini topishga, o'zining manfaatlarini ilgari surishga uringan. Yana xaritada ko'rsatayotganimizdek, orada shunday vaziyatlar bo'ldiki, Mitaniya hukmdorlari Xetga yurishlar qildi mana va Elam davlatlariga ham yurishlar qilganligini biz xarita orqali ifoda qilyapmiz. Bu ayniqsa Mitaniya davlatini rosa kuch-quvvatga to'lgan davri, miloddan avvalgi 15-asrlarda amalga oshdi. Mitaniya hukmdorlari ichida 16-asrning oxiri miloddan avvalgi podshoh Suttarni birni alohida e'tiborga olishimiz kerak. Aynan uning davrida Mitaniya Zagros va Nineviyadan Shimoliy Suriyagacha bo'lgan hududni egallashga erishadi. Demak, harbiy qudrati oshgan Mitaniya davlati istilolarga urg'uni kuchaytirgan va ulkan davlat, katta bir Mitaniya imperiyasini tuzishga erishdi. Shu vaqtdan boshlab 150 yil davomida Oldi Osiyoda Mitaniya davlati eng kuchli davlat sifatida yashadi. Albatta 150 yil tarix uchun qisqa bo'lishi mumkin, ammo bir davlat uchun va ayniqsa qudratli qo'shni imperiyalarning orasida buncha uzoq vaqt qudratni saqlash va ta'sirini muntazam oshirib borish, bu uncha-muncha davlatga nasib qilmagan voqealikligini hisobga olsak, Mitaniyaning buncha vaqt hukmdor bo'lishi bu o'ziga xos e'tirofga sazovor holatdir. Bundan tashqari, Mitaniya davlati Misr bilan ham mana alohida belgi bilan ko'rsatyapmiz. Har doim munosabat qilishga, Misr bilan munosabatlarini rivojlantirishga uringan. Biz buni ikki davlat o'rtasidagi O'rta Yer dengizining sharqiy sohillari uchun bo'lgan kurashlarda ham ko'ramiz.
Bu ayniqsa miloddan avvalgi 15-asrda xalqaro vaziyatning o'zgarishi natijasida kuchayib ketdi. Hattoki shunday vaziyatlar bo'ldiki, qadimgi dunyo uchun ayniqsa xos bo'lgan nikoh diplomatiyalari ham ro'y berdi. Xususan Misr hukmdorlari, firavnlari Tutmos 4 va Amenxotep 3lar Mitani malikalarga uylandi. E'tibor bering, nikoh diplomatiyasi bu bugun ham dunyoda uchrab turadi. Ya'ni munosabatlarni izga solish uchun, munosabatlarni barqarorlashtirish uchun davlatlar o'rtasida nikohlar, ya'ni malika va shahzoda o'rtasida nikohlar ayniqsa qadimgi dunyo tarixida bu yaxshi odatlardan biri edi va buni biz Mitani va Misr masalasida ko'ramiz va bu holat tabiiyki Mitani va Misr o'rtasidagi munosabatlarni ma'lum muddat tinch bo'lishiga, o'zaro bordi keldi munosabatlarini yaxshi yo'lga qo'yilishida hissa bo'ldi. Yana bir qiziq va muhim ma'lumotni eslatishim kerak. Mana bu tasvirda alohida bir e'tibor berishingizni xohlardim. Bu Mitani hukmdori Tushrattidan Amenxotep 3ga yozilgan xat. Bu yerda o'sha tasvirlangan. U paytda endi xatlar toshlarga yozilgan va aynan mana shu qirol Tushrattining 13 ta xatdan iborat demak merosi bugun Britaniya muzeyida saqlanadi. E'tibor bering. Demak, bugungacha ana shu xatlar, tarixiy manbalar Misr va Mitaniya o'rtasidagi o'sha hamkorlik, harbiy masalalar, manfaatlar to'qnashganligi yoki ikki davlat o'rtasidagi nikoh diplomatiyasi vositasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari ushbu xatlarda asosiy mazmun bo'lgan, masala bo'lgan. Va ushbu xatlar bugungacha saqlanayotganligi bugungi butun dunyo xalqlariga o'sha tinchlik uchun qanday harakatlar qilinganligi, mintaqada tinchlik nechog'lik rivojlanishga demak hissa qo'shganligi va tinchlik, barqarorlik, rivojlanish uchun qadimgi davrda ham hukmdorlar, firavnlar, qirollar nechog'lik uringanligini mana shu tarixiy faktlar bizga ma'lumot orqali yetkazadi. Bundan tashqari o'sha mana Xet davlati, Mitani davlati, Misr davlati, Bobil davlatlari mintaqadagi doimiy raqobatchi davlatlar bo'ldi. Ammo ikki davlat o'rtasidagi do'stlik rishtalari uzoqqa bormadi. Biz bu yerda Misrni nazarda tutyapmiz. Nikoh diplomatiyalari ham har doim ham demak o'zini oqlamadi degan xulosaga kelsa bo'ladi. Miloddan avvalgi 15-asr oxirlarida Misr kuchsizlanib qoladi va bu vaziyatdan foydalangan Mitani qo'shinlari Shimoliy Suriya va Bobilga bostirib kiradi. E'tibor bering. Monarxiyalarda kuchsizlandingmi, demak ta'siring pasaydimi, qo'shinlaring har doim o'z manfaati yo'lida bundan foydalangan. Mana kechagi ittifoq, kechagi nikoh diplomatiyasi ham Misr kuchsizlanganda ish bermayapti. Mitani mana bu O'rta Yer dengizi, Tir, Megiddo demak Bibil hududlariga bosqinlarni amalga oshirganligini mana bu tarixiy ma'lumotlar tasdiqlayapti. Bundan tashqari albatta bir jihatni e'tiborga olish kerakki, biz buni xaritada ham tasvirlashga urindik. Orada Mitaniga qarshi, Mitanini demak xaritadan supurib tashlashga urinish holatlari kuchaydi. Chunki o'sha davrda mintaqada qudratli Xet, o'sha davrda mintaqada qudratli Assuriya podshohliklari kuchaydi va bu Mitani davlatini yashovchanligiga tahdid soldi. Misr bilan Assuriya Mitaniga qarshi ittifoq tuzdilar. Mana qarang, kecha Misr bilan bular do'st bo'ldi, kecha Misr hukm firavnlari kuyov bo'ldi Mitaniga, ammo oradan yillar o'tgandan keyin yo'q, endi yana manfaatlar to'qnashgach, Misr o'zini ittifoqchi sifatida Assuriyani ko'rdi. Keyinroq Mitani ham majbur bo'ldi, u demak Bobil bilan ittifoqchi bo'lishga. Demak, tarixiy vaziyat o'sha davrdagi real holatdan kelib chiqib, davlatlar ham o'zlariga ittifoqchilar qidirdi, yashab qolish uchun, hududlarni, sarhadlarni saqlash uchun, barqaror vaziyatni ushlash uchun ittifoqlarga birlashganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Xet podshosi qo'shinlari Mitanini ishg'ol qildilar. Ana endi Mitani kuchsizlangani sari
uni sarhadlari qo'shinlari tomonidan zabt etila boshlandi. Bunday zabt etish Mitaniy tomonidan Mitaniy hududlarini Het podshosi tomonidan amalga oshirildi. Xususan Het podshosi Mitaniy hukmdoriga hattoki bag'rikenglik qilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Xususan Mitaniy podshosi Tushrattining o'g'li Shativasni taxtga o'tkazadi. Ya'ni bosib olsa-da unga sidqidildan xizmat qilish sharti bilan qo'g'irchoq hukmdor sifatida Shativasni taxtga o'tkazadi va unga o'z qizlaridan birini nikohlab beradi. Yana alohida e'tibor bermoqchiman, Mitaniy tarixiga o'ziga xos bir jihat bu o'sha nikoh diplomatiyasidan keng qo'llashga urinishdir. Goho demak Mitaniy hukmdorlari qizlarini uzatsa, ba'zi o'rinlarda qo'shni mamlakat hukmdorlarini demak shahzodalariga demak qizlariga uylanish orqali munosabatlarni tartibga solishga uringan. Mitaniy keyinchalik zaiflashdi, mayda davlatchalarga bo'linib ketdi. Keyinchalik Mitaniy Assuriyaning ta'siriga tushib, davlat sifatida tarix sahnasidan umuman o'chib ketdi. Demak, 300 yil yashagan Mitaniy davlatini tarix sahnasidan yo'q bo'lib ketishiga, demak, uni mag'lub bo'lishiga olib kelgan davlat bu Assuriya davlati bo'ldi. Endi biz bevosita Mitaniy davlatining ijtimoiy tuzumi va xo'jaligi haqida biroz eslab o'tsak bo'ladi. Bu davlat demak o'z davrining o'ziga xos ko'proq o'sha quldorlikka tayangan bir davlatlardan biri edi. Biz bu haqida Nuzu va Arabxiy qalalarini qazish natijasida topilgan yozma arxivlar, ibodatxona va saroy xo'jaliklari haqidagi ba'zi ma'lumotlar orqali biz ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, yuqorida ham aytdim, Mitaniy xo'jaligida yozma arxiv ma'lumotlari ham buni tasdiqlayapti. Katta otxonalar bo'lganligi, otlarni ular mohir boquvchisi bo'lganligi va janglarda ana shu otlardan foydalanish ko'proq Mitaniyliklarga xos qadimiy xususiyat ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, davlat tepasida albatta Mitaniyda podshoh turgan, u vafot etgandan keyin taxt otadan bolaga yoki akadan ukaga o'tganligi ko'rsatiladi. Viloyatlarni esa podshoh tomonidan tayinlangan Xazannu, ya'ni qishloq boshlig'i amaldorlari boshqargan. Mitaniy podshohligining asosiy kuch-qudrati og'ir va yengil aslahalar bilan qurollangan xalq lashkari qo'lida bo'ldi. Jang aravalarini, ya'ni Maryanni deb atashgan aravacha zodagonlar tomonidan boshqarilgan. Mitaniyliklar jang aravalarini boshqarishning mohir ustalari bo'lishdi. Xetlar va Asurlar ot qo'shilgan jang aravalarini, bu haqida yuqorida ham alohida eslab o'tgan edik, jang qilish madaniyati yoki shu jang qilish usulini aynan Mitaniyliklardan o'zlashtirganligini mana o'sha tasvirlardagi otlar va jang arava, jangchilar, albatta bu suratlar bugungi kunning tasvirlari, demak taxminan mana shu shaklda bo'lganligini biz ko'ramiz. Tarixi bilan tanishayotgan bir paytda biz uni ko'proq Hindiston bilan bog'liqligi, ismlarda, hukmdor ismlarida yoki o'sha e'tiqod shakllari, e'tiqoddagi o'sha ko'p xudolikka tayangan Mitaniyliklar bilan hindlarning xudolarini ham nomlarida yaqinlikni ko'ramiz. Va ayrim tarixchilar aynan o'sha Hindiston davlatchiligida o'ziga xos o'rin tutgan oriylar Mitaniy xalqlari rivojida ham alohida o'rin tutdi. Mana bu o'sha ayrim xalqlarning ikki davlatchilikda ham o'rin tutganligi ularni biroz madaniy yaqinligini ifodalaydi degan ayrim bir olimlarning fikrlari ham bor. Albatta yuqoridagi Mitaniy haqidagi fikrlarimiz, Mitaniy davlatchiligi haqidagi munosabatlarimizdan xulosa o'rnida shularni ta'kidlash mumkinki, Mitaniy qadimgi dunyo tarixida, jahon tarixida katta bir Misrchalik, Mesopotamiyachalik sivilizatsiya yaratmagan bo'lsa-da, ammo ko'hna sharq madaniyatida o'z o'rniga ega bo'lgan davlat bo'ldi. Ikkinchidan, qadimgi Mitaniyliklar qo'shni xalqlarning madaniyatlari, ularning yutuqlaridan samarali foydalandi. Zarur o'rinlarda esa ular qo'shni xalqlarga ta'sir o'tkazdi.
Uchinchidan, albatta xulosa o'rnida aytish kerakki, Mitani tashqi siyosatida nikoh diplomatiyasi vositalaridan ustalik bilan foydalanishdi. Biz buni o'sha Misr firavoni Tutmos va yana bir Misr firavoni Amenxoteplarning Mitani malikalariga uylanganliklari misolida ko'ryapmiz. Bu davlatlar o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlashda muhim omillardan bo'ldi. To'rtinchi xulosa sifatida aytish mumkinki, Mitani davlatchiligi 300 yillik davrda o'zini eng gullagan bosqichini 15-asrlarda o'tkazdi. Aynan shu paytda u Oldi Osiyodagi eng qudratli harbiy davlatlardan biri bo'la oldi. Yana bir muhim jihatni aytish kerakki, Mitani davlati qulashida atrofdagi qudratli davlatlar Assuriyani yoki Mitanining kuch-qudratining oshib borishi bilan ham ifodalash mumkin bo'ladi. Bu paytlarda Mitanida ozgina orqaga ketish, davlatdagi zaiflik buni qo'shni mamlakatlarga, demak, taslim bo'lishiga, ayrim hududlarini ularning foydasiga berishga majbur bo'lganligini ham ko'rsatadi. Bundan tashqari Mitani deganda ko'proq dunyo tamaddunida uni jang uslubi, ot aravalaridan maqsadli foydalanishdagi tajribasi va mamlakatni o'sha ma'lum muddat 150 yil bo'lsa-da Yaqin Sharq va Oldi Osiyoda eng qudratli davlat bo'lib tanilishida va shuni saqlashida muhim omil bo'lganligini ham eslab o'tish kerak bo'ladi. Umumiy xulosa shundan iboratki, Mitani davlati poytaxti Vashukan bo'lgan bugungi kundagi Suriya, Mesopotamiya, bugungi Iroq va qisman Turkiya hududlarida yashagan va 3 asr davomida mintaqada ta'sirini saqlab qolgan Mitani davlati Sharq davlatchiligi tarixida katta o'ringa ega hisoblanadi. Bugungi qadimgi Mitani mavzusidagi tarix bilan tanishuv ko'rsatuvimiz oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.